Odalar farzandlarda haqqida duoda bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan sen. Qarama palonchini bolasini. Ha sen nimaga bu bo'lmaydi? Chunki bu seni bolang o'shuncha odam bo'lmaydi. Palonchini bolasi o'shuncha odam bo'l. Chunki otasi ishonib haqqiga duo qilgan. Ha, yo'lagan bolasini, tramplin bo'lib turib bergan yelkasini qo'y, bosib chiqqan bolam tevaga deb. Ha sen odam bo'lmaysan deydi. Bu o'ta muhim narsa birodarlar, mo'minning niyati va duosi. Masalan, siz ilmingiz yo'q. Diniy bilimlardan xabaringiz yo'q. Ammo duo qilsangiz, farzandimga shu ilmni bergin deb. Qo'lingizdan kelgan sharoit yaratib berib, yo'lasangiz, ilm yo'liga yo'llab qo'ysangiz, doim duo qilib tursangiz, farzandingiz olimlardan bo'lib yetsa, qilgan har bitta savobli amalidan sizga ulush bor. Bolangiz yetgan cho'qqi sizni yetgan cho'qqingiz bo'ladi. Siz yeta olmadingizmi shu cho'qqiga? Yo'ling bolangiz chiqsin. Bolangiz yetgan bo'lsa demak siz yetgan bo'lasiz. Shuning uchun birodarlar, o'ldi, o'chdi bo'lishni xohlamasak, bolalarimizni tarbiyalaylik. Otalar bor. Bolasi bilan ishi yo'q. Yigitlar, akalar, ukalar, farzand tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q hayotimizda. Musulmon sifatida. Qonni Alloh boqadi. Qorni Alloh boqadi uni. Siz o'lib ketsangiz ham rizqini yeydi u. Siz o'lib ketsangiz ham Alloh yozgan kuni uyli joyli bo'ladi. Sizni bitta muhim ishingiz bola tarbiyasi edi. Shuni zo'r qilib qoyillatayapsizmi?